Mana mashaka xursandman bo'ladi o'zimni magazinim. Hozir boshlaymiz bo'lmasam. Hammaga salom do'stlar, men otim Kompot, yangi joyga xush kelibsiz. Do'stlar, men o'zimga magazin qurishga qaror qildim. Nimaga desanglar, chunki bizning qishloqda magazin yo'q, chiqmasam. Men birinchi bo'lib bo'laman, raqobatlashim bo'lmaydi. Men o'sha magazin qurgan edim, lekin bitta o'zim hozir magazin quraman. O'sha men narsalarim ham sotadigan yig'ilib qo'ygan. Xullas, raqobatlasham bo'lmaydi. Qishloqda mashaq qursam bo'ladi, qishloqlik kelib o'rada qolgan narsasini, chunki rostdan ham narsalarim mana ko'p bo'ladi. Botga men sklad qurmoqchiman. To'g'ri eshitdingiz, sklad qurmoqchiman. Hali yoniga sotadigan narsa qo'yaman. Umid qilamanki, menda xaridorlar ko'p bo'ladi. Bekordan bekor bunaqa narsa qurmayotganmandir, to'g'rimi do'stlar? Chunki harakat qildim. Juda ham ko'p harakat qildim. O'yladim, nima sotsam ekan, nima yaxshi bo'lar ekan sotsam, qaysi narsalarim sotsam ekan deb rejalar qurdim hammasini. Endi shunga ko'p vaqt ketdi do'stlar. Как раз sizlarga video olaman dedim. Albatta o'shaning uchun like bosib qo'yinglar, obuna bosib qo'yinglar, hozir bosib qo'yinglar do'stlar, esingizdan chiqib qolmasin. Axir men raqobatlashimni oshib ketishim kerak. O'shaning uchun like bosinglar. Davay quramiz. Bu yoqqa yorqin ranglarimda quramiz. Mamnaqa ko'ryapsizlarmi? Bu bloklar Maneskinning rangi bilan bir xil. Albatta men ko'k bilan qizil rang yaxshi ko'raman. Hammalar o'sha bilsanglar kerak. Bu yoqqa men tomonman quraman magazinni boshqa bo'lgan. Nima deyishim buni? Salom Kompot, salom qishloqqa. Nima qilyapsan o'ta Kompot? Men bu yoqqa magazin quryaptim. Sal keyinroq kelarsan, xo'p, hali qurib bo'lmadim-da. Mayli Kompot, to'xta, sen magazin quryapsanmi? Birinchi bo'lib quryapsanmi? Qishloqda boshqa magazin yo'q qishloqda. Qishloqqa birinchi bo'lib quryapman. Sal keyinroq kela olasan, narsalar ham tayyorlab qo'yardim, sotaverarsan xohlasan. Kompot, bitta narsa aytmoqchiman-da. Nima deyapsan? Mana magazin quraman, mana shunaqa turgan joyimda quryapman. Yo'q, qishloqqa nimaga unaqa deysan? Qurma bo'pti, men quraman-ku axir. Kompot, mana qurib kelib qoldi. Nima bo'pti endi? Mana quraman mashina magazin, farqi yo'q menga, bo'ldi, qurishni boshlayman. Qishloqqa g'oyani o'g'irlash mumkinmi axir? Men quraman-ku, bo'pti, raqobatlashim bo'lgan kelyaptimi? Qo'rqib qoldim bo'sha. Mana magazinim sani magazindan chiroyliroq, zo'r bo'lishini. Nimaga? Yo'q, saniga вообще g'alati bo'ladi, eng g'alati saniki bo'ladi, chunki men hamma narsani o'ylaganman, shuncha qiynalganman. Meniki zo'rroq bo'ladi 100%. Kompot, oppa, nima bo'ldi do'stlar? Men buni ko'rmaysanmi qishloqni? Men magazin quryaptim qishloqda, men ham quraman deb qoldi raqobatlashim mana. Zo'r bo'lar ekan-da. Davay qishloq bo'lmasa jang o'tkazamiz magazinni. Men roziman Kompot. Jang moqchiman bo'pti magazinda. Biz ham magazin quramiz. Siz qishloqlar 20 daqiqadan keyin kelinglar, keyin hammasini eritib beramiz. Qolgan narsalarni o'ramiz. Bo'ldi, biz 100 taylab qo'yamiz. Kompot, men yutaman-ku, bilasan-ku sana. Ko'ramiz shuni do'stlar. Mana endi men jang qilib qo'ydim. Qishloqqa endi mana magazindan zo'rroq deb o'ylayapti. Albatta mana magazinim zo'rroq bo'ladi, yorqinroq, chiroyliroq, narxlari ham hamyonbop bo'ladi. Xullas, men bu yoqqa tomonni quraman. Imam tepasiga magazin tom qurmoqchi edim yana. Bu yoqqa oddiy tom qo'yib qo'yamiz. Bunaqa hozirchalik shunaqa chiqyapti do'stlar. Qishloqni magazini qanaqa chiqadi, shag'ala chiqsa kerak. Birinchi bo'lib men tom qurib olay, keyin hamma narsalarimni ichiga olib kiraman, sandiqlar ichiga. O'sha xaridorlar tayyor turibdi. Mana yerda yerni qo'ysa bo'ldi. Davay quramiz. Yerni qo'yib bo'ldim. Sandiqlar albatta qo'yamiz, chunki bu sandiqlarning ichida hali men narsalar qo'ymoqchiman, sotiladigan. To'xtanglar, namjarat quraman. Boshqa qurishim kerak-ku. Axir mana shu tarafga qursam chiroyligina chiqadi. Shuning bu tarafiga qo'yaman, bu tarafiga oppa joy ham даже ko'p qoldi. Bu yerda yursam ham bo'ladi. Mana shundan kiraman. Qishloq, marsh kerakmi? 1 metr ham joy yo'q meni magazinimdan. Nima bo'lsa Kompot, mana magazinim zo'r chiqadi qaragani. Namjarat chiqdi menga, umuman yoqmadi sana magazin. Oddiy daraxtdan qilingan. Menikini qaragan yorqin. Yana magazinimni dizaynni o'g'labsan-da. Endi bo'pti Kompot. Bo'ldi bo'lmasa men yutaman. Tavoga Kompot nimaga tavolar ekan? Men hozir narsalar olib kelaman deyman o'zimga. Davay ketdi bo'lmasa o'zimga narsalar olib kelishga. Oppa, mana hamma narsalarni olib kelaman. Eng qiziq narsalar tushunmadim. Qishloq qo'sh narsalar qo'yib bo'ldimi? Nimalar bor ekan? Kompot, men qo'yib bo'ldim. Mana narsalarni qo'yib oldingmi? Buni farqi bor, hali qishloqlik kelgani yo'q. Nima bu izumrudni rang barangli, branya izumrudni blok damlaman. Nima vashi qiziqmasdan
narsalaring hozir endi professional ko'rasan. Shuncha tayinlangan, shuncha o'ylagan. Mana o'zimga qilich ko'rasiz. Mana ko'ringlar do'stlar, slishkam katta va uzun qilich. Imxachki. Mana branyani kim bilgan bo'ladi do'stlar. Bu juda ham qimmat, juda ham noyob branya, lekin men hamyobob narxida sotaman. Albatta qishloqni nima uchun kerak-ku? Bu yoqqa hozir ham narsalar qo'yamiz. Davay qo'yamiz. Menda uchadigan narsa bor, darhamonaqa dinamit ham bor, oddiy qilich. Mamnaqa sapok bor, eti bor. Bu eti kiysanglar, balangsakrisli bu tugma bor. Ani lazerga uchishgan narsa bor. Bo'ldi, o'zimga tegmay qolgan narsalarni qishloqliga sotaman-ku, axir juda ham zo'r va qiziq narsalar aynan menda do'stlar. Davay bo'lmasa boshlaymiz sotuv. Hoppa, qishloqlar kelganmikin, o'sha hamma narsalar qo'yib qo'ydim bu yoqqa. Qishloqlarni qaranglar, ko'pligini hammasi navbatga turibdi. Kapot boshla bo'lmasa, sanda darsini zo'r ekan bo'pti. Eshitdingmi qishloqqa, davay bo'lmasa jang boshlaymiz. Kapot, davay bo'lmasa boshlaymiz. Kimda ko'proq pul bo'lsa shu yutadi. Kimda ko'proq pul bo'lsa, kimning narsalar zo'rroq ham chiqsa, qishloqlardan keyin albatta yetishadi, sot bo'lgandan keyin. Davay bo'lmasa kelinglar, nima olgin kelyapsan qishloqqa? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ana bo'ldi qishloqlar. O'sha menda qancha? O'sha menda 13,5 ta stak puli bo'pti. Nima vaqtdan? Menda 12,5 ta stak. O'sha yetib qolamiz bir-birimizga. Yetib qolamiz-da. O'sha narsalarni mana tugashni boshlayapti, lekin hali narsalar bor. Navbatam hali katta, shuning uchun sotib urishda davom etiraman. Nima kerak ekan senga qishloqqa? Kapot, men aytaman, baribir bilasan-ku, davay qishloqqa nima kerak ekan menda arzon narsalar. Arzon bo'lmasa ham eng zo'r narsalar menda. Davay qishloqlar, kelinglar, sanamoqsan. Kapot, menga hammasi sotildi. Ana bo'ldi. Menda ham kapot, hammasi sotilib bo'ldi. Qani bo'lmasa sanachi puling qancha chiqdi sana? Mana pulim 16 stak. Nima 16 stak? Rostdan ham 16 stak chiqibdi. Qishloqim mana qancha ekani? Hoppa 18 stak, 45 ta pul. Kapot, Dubayda pulim bilan sen yuribsan endi, lekin men narsalar zo'rroq edi. Men narsalar zo'rroq edi. Qishloqlar, davay bo'lmasa magazinimiz yopildi, jangimiz ham yopilyapti. Qani aytinglarchi, nima bo'ldi? Kimning magazini zo'rroq? Qishloqqa sen boshla. Kapot, lekin sendan ham dars olib ko'rdim, jigaringga qishloqdan ham dars olib ko'rdim, lekin sen darsing zo'rroq kapot, to'g'risi aytolmassanchi, sigara so'rangli qishloqqa. Sen hamma qishloqlar bilan gaplashib ko'rdik. Seni magazin zo'rroq ekan. Eshitdingmi qishloqqa, eshitdingmi? Magazinim zo'rroq ekan. Dubayda kapot, seniki zo'rroq ekan. Bo'ldi, 1 daqiqa ichida bunaqa magazin qura olmaysan. Men qancha o'ylaganman, qancha qiynalganman, qancha reja qurganman, tushunayapsanmi? Shuning uchun meni magazinim zo'rroq bo'ldi. Shuncha tushunmaysan deysan qishloqqa. Nima bo'pti kapot, qurib keldi, qurdim endi. Hey do'stlar, mana bo'ldi. Bu jang magazinida men yutdim. Albatta, bilinib turadi-yu, men yutishim. Men qo'rqmayaptim, lekin men qishloqdan mayli hamma narsam sotilib bo'ldi. Buni ham hamma narsa sotilib bo'ldi. Bo'lmasa sarqalsiz bo'ladi, to'xta. Jigaring qishloqqa pulimni qaytarib bera olaysanmi? Darsingni qaytarib beraman, kerak emas menga. Nima deyapsan? Nima qaytarib beryapsan menga? Oppa, nima bo'pti? Lekin bu sotildi-ku menga omadli deyapti. Umuman omadsiz ekan. Nima omadsiz? Mayli pulni qaytarib beraman. Nima bo'ldi qishloqqa? Mana buni qaragan, omadli lekin bu sotdim. Nima omadsiz ekan bu? Alloh bu ekan. Mayli qishloqqa pulni qaytarib beraman. Bo'lmasa davay, pulni qaytarib berganda endi sen oldiganing uchun seni uyingda ichida ochamiz bu lucky block, rozimisan? Kapot, balkim kerak emasdir. Kapot kerak emasdir balkim. Mayli qishloq ochamiz bo'ldi va magazinni уже yopamiz-ku, narsalarimiz tugadi.
Aldaning ko'san qishloqni haqar bo'tdi. Nima bu? Ay, nima? O'ldirib qo'ydi. Yo. Bu magazinni yopib borish kerak ekan. Qochili qishloqlarga yopib borish kerak ekan. Mana bu quyonni qarang. 8 emasni yopamiz. Yarim jonim yo'q qildi. Ikkita urishdi, meni o'ldirib qo'ydi qishloqqa. Rostini olmasdan Lucky Block sotibsan. Kaput, rahmat senga. Uyda o'chirganda bo'lardi bu Lucky Blockni yaxshilab qaytarib beraman deb. Ha, qishloq bo'ldi. Endi shundaylar mani magazinim yaxshiroqligini. Xullas do'stlar, bugun biz qishloqlar bilan jang qildik. Magazinga yoqqan bo'lsa, like, obuna bosinglar. Keyingi jo'mda kuzatishga davom qiling. Sog' bo'linglar.